Qalaysiz? Assalomu alaykum Sardor, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Shvetsariyadan Nurmisiz? Shvetsariyadan videolar ko'ryapsiz, videolar, dahshat videolar qo'ydim bugun. Ko'rdim. Nega sharcharasiga bordim? Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Yangilarni ko'rmadingiz, Sardor javob beraman. Efirda o'tiribsiz. Ko'rmadingiz yangilarni. Niye gara sharcharasiga? Endi shunaqa joyi bor ekanda, sharcharasi bor ekan. Shunaqa dahshat ekan. Eshitganman, kinolarda ko'rganman, kinolarda. Shoning, men ham kinoda, multfilmda ko'rgan joylarimni ko'rib yuribman bu yerlarda. Sardor vashti dahshat ekan. U Niagara sharcharasi Shvetsariyada ekan. Yo'q, endi o'shanga o'xshagan sharsharaga bordim-da. Shvetsariyada emas-ku, Niagara bilmayman qayerda. Lekin Shvetsariyada emasligi aniq. Shunaqa joyga bordim-da, dahshat ekan. Hozir Shvetsariyadaman. Ertaga Germaniyaga, Germaniyadan Belgiumga, Belgiumdan Fransiyaga, Fransiyadan O'zbekistonga aytaman. Bir kun, hammasi bir kun bo'ldi. 3 kun vaqtim qoldi-da. Necha kunga chiqdingiz? 12 kunga chiqdim. 12 kunga. O'zi menga 24 kunga berdi. To'liq 24 kun bermas ekan o'shanda ham. Yo 2 hafta berar ekan, yo 12 kun berar ekan. Men 2 hafta zerikib chiqilib ketishim bildimda 12 kun ber bo'ladi dedim. Ha, o'sha shara Amerikada ekan, Niagara. Nima? Sardor? Malades, Jon sağ olsun. Bütün dunyoni kezib yordingiz. Kezib yordimmi? Lekin nima, metrolar o'rganmasangiz zo'r ekan. Sardor, hozir qaysi shaharga borsam pishiq bo'lib qoldi. Birinchi o'rinda metro tiket sotib olaman. Tiketchalar sotib olaman, zippillab yuraveraman metroda ichida. Birpa sobra. Taksilar shundaylar qimmat, dahshat qimmat taksisi. 5 minutlik yo'lga ham $30 eng kam pul olar. Yo'q, Lekin borku siz kelaman, siz bittada viza berasiz sizga. Sizni borku, mana podpisчикingizga ham qarar ekan. Agar blogerman siz ham siz butun anaqa Instagramda nechta podpisчикingiz bor? 1 million. Tim bo'li, sizga Amerikaga ham berar ekan-ku, 1 million bo'lsa agar podpisчикingiz. Beradim 1 million. Instagramda rostdan 1 million podpisчикingiz bormi? Ha. Siz Amerikaga ham bemalol ekansiz. Amerikaga ham berasiz sizga bilasizmi? Mana TikTok'im 735 mingta. Yo, sizga Amerikaga ham beradi lekin, bilasizmi? Chunki 1 milliondan oshsa Instagramdagilarga vaqti ko'p anaqa berilgan. Tim bo'li sizni Facebookingiz ham tanishlik-ku, birpasda beradi viza sizga. Boraman, xudo xolasa niyat qildim. Men siz videolaringizni ko'rib like bosyapman, yig'lab like bosyapman. Siz hozir nima qarang, siz Dubaydan chiqib ketolmaysizmi shunaqa shaharlarga? Dubaydan to'g'rilashni iloji yo'q ekanmi? Chiqaman. Dubayda Qozog'iston borib keldim 3-4 kun oldin. Faqat O'zbekistonga kira olmayman. Yo, Yevropaga chiqa olmaysizmi? Chiqaman, O'zbekistondan boshqa любой joyga bora olaman. Chiqing shunaqa joylarga, mazza qilasiz. Bir borib aylanib kelsammikan deb, qayerda qor bor hozir? Siz любой joyda tanishlaringiz bor, akalaringiz bor, kutib oladi, jon deb sizni. O'sha qiynalmaysiz. Qayerda qor bor hozir? Qorli davlatga. Bilmayman, endi Hollandga borsangiz salqin ekan, savqatdim. Bitta o'sha yerda savqatdim. Va bugun mana Shvetsariya 42 gradus. Fransiya 38-35 gradus edi. Eram issiq, Berlin issiq. Lekin bitta Holland sovuq edi kelgan joy. U hamma joy issiq. Malades, dunyo kezyapti, shu qizga ko'z tegmasin. Dunyo kezyapti. Umrdan baraka topsin, malades. Shunday qilish kerak. Sardor, hozir nero chiqib o'tiribdi-da, kommentariy video qo'ysam, kommentariyamga biz 5 yildan beri chet eldamiz, lekin video qo'ymabdi. Sen ishlagani borgansanmi, dam olgani borganman. Bunaqa joylarga qaytib kela olamanmi, yo'qmi? Video olaman-da. Qo'yaman-da chiroyli joylarda. Nima bo'pti, video o'zi qo'ysa bo'lmayapti. Qo'ysin, u kim aytdi unga qo'ymadi? O'shada ishlagani kelgan bo'lsam ekan, men qo'ymasam shu yerda yuraveraman-ku desam. Mana men Dubaydan video qo'yaman. Men Dubayda o'zbekanman. Dubayda o'zbekda qo'yib. O'shada qanaqa? Men uni qo'ldan ushlab o'tiribman. O'zbeklar Dubayda video qo'ymaylar deb qo'ysin. O'shada qo'ysin. Lekin siz qo'ygan joylarni men rosa ko'p borganman. Dubayga biror marta ko'rmabman-a. Dubaylik bo'lib ketdingiz-a? Men dahshat joylarga boraman. Dubayda ham zo'r joylar bor. Taxo'ya bor. Bo'rsam o'birasiz, Sardor, men o'sha joylarga. Boramiz. Men shunday zo'r joylarni bilaman, o'rganib oldim. Dahshat joylarini o'rganib oldim. Shunaqa bir kayf joylari bor. O'sha ayting bor-ya. Ko'rib kayf qiladi odim. Endi odamlar shunday-da, Xadichaxon. O'zi berolmaydi, birov bo'lsa ko'rolmaydi. Bizda bitta shunday. Bitta O'zbekistonda ko'rmagani ko'rgani qursin. Ko'rmagani ko'rgani qursin yozadi odamlar.
Nereye chiqadimi? Ammo ishlar kiysam qo'ymayman men ham. Aylangani keldim shu bilan yana qurbim yetadimi yo'qmi bu joylarga yana qaytib kelishga-da. To'g'ri. Qo'yaman-da chiroyli joylarini. To'g'ri. Bo'lmasa Ana yaxshi aylaning. Men videolaringizni ko'raychi. bo'pti mayli. Sardor, sog' bo'ling. Bo'pti, bo'lmasa ham ko'ray qilamiz da. Rostdan. Endi havas qilinglar, hasad qilmanglar. O'zini puliga aylanyapti. Seni pulingga aylanayotgani yo'q. Meni pulimga aylanayotgani yo'q. Bir joyga aylansa onasini emson, o'zini puliga aylanib yuribdi. Bunga g'arazlik qilish kerak. Ko'rib havas qilib qo'yish kerak. Kim nechta odam Yevropani orzu qiladi? Kim nechta odam Amerikani orzu qiladi? To'g'risida, ko'rib qolsam, men like bosaman shuni videosiga. Ko'rib qolsam lentamdan chiqadi. U deyman, mazza qilyapti deyman, like bosib qo'yaman. Sizgamanmi negativ yozib, g'arazlik qilib. Ko'nglida kiri bor odam 1-2 bo'lmaydi onasizga. Men javob beraman. Ko'nglida kiri bor, giryaz odam 1-2 bo'lmaydi hech qachon. Xor bo'lgani o'sha odam, xor bo'lgani o'sha bo'ladi. Xor bo'ladi, doim xor bo'ladi. Bo'g'ilmanglar. Ko'ngilingni kirlaring bo'lmasin. Dubayda ham yashash oson emas. Dubayda ham, Dubay bu. U xo'yna u Yevropalar. Yevropalar o'ta xo'yna. Dubayda hazilakam emas, Dubay bu, onang skey bu, Dubay bu. Mana men bilaman Dubayda qandayligini. Ko'ti yirtilib ketadi uncha odam, ko'ti yirtilib ketadi Dubayda yashash uchun. Dunyodagi eng qimmat davlat Dubay onasini emsin. Shoiraxon, rahmat ularga. Thank you Shoiraxon. Zamira bilan. Zayval bo'ldim Zamira bilan. Hozir o'ynasam keladi ana yo'burchas, terroristchas keladi. Zayval qiladi. Tan. Bilan. Fue una insque. Voy chalab. Kim edi bu oncha? Buyakki jonim, buyakki. Jonim, senga she'r bitdim bugun. Somsalaringda topmazdim aslo. Buyakki jonim. Qochma jonim, viloyat qochib ketdi. Qo'qitib yubordim jalab. Ayiqdek ko'rindimmi ko'ziga? Eski yirtqichdek ko'rindimmikan ko'ziga? Somsan. Reytam qilamiz va social mediaga. Do'ndiqcha topyapti, do'ndiqcha. Bitta yangi do'ndiqcha topyapti, ko'ringa mazza qilib. Yaxshi do'ndiqcha topyapti. Plan bajarilgan o'g'illar. Jonlaring sog' bo'lsin. Prosta yutib tursak bo'ldi. Sikamiz. Kerak emas bizga 500 ming shot, 130 ming. Prosta mana shu soatimiz tursa 4 ta yuruncha qilib, kayfchan qilib o'tirsak bo'ldi. Sadiqda bir mazza sikamiz. Akut. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysan? Yaxshi, qanday Mirachka? Birachkalamagandan qayerda qilib qo'yding? Mirachkamsingmi bilan? Endi yoshing katta degani u birachka deb gapiradi degani emas-ku bular. Ukaxon deydi. Nima gap Sidiq? Hech gap yo'q. Qozog'istonda yarmini qamab olib turgu tiktokerlarning. To'g'ri qiladi, siksin bilan, samponi ham qamasin. Ana turna qolib ketibdi-da, turnani ham qamab yuboribdi-da. Qaysi turna? Ben qarab aka, o'shani ham bir qamab yuborsa edi bilan. Televizordan So'kinbekku. Nima u so'kinmaydi? Bayroqni ko'tarib flash qilaverdi kecha. Voy pasma. Ne jamollar? Pampers taxti. Sidiq degan o'zi nima degani? Sidiq perevodi. Roskoy degani. Malades. Sen ham yoshing Aqbala bilan teng-a? Aqbaladan 10 yosh kichkinaman men. 10 yosh Aqbaladan 10 yosh kichkina? Men Sherxon men teng, Sherxon bor-ku.
Ha. Sidiq bu Aqbola rostdan 74-yilmi? Basharasiga evit qo'yib olganda gandona. Harrome. Canım. Vay kötü. Onu yaşavan tartayın bir zadanyadan başlı oynuyordu. Oynaymiz. Zaten de oynaymiz. 74-yil biz otamdan ham 2 yosh 3 yosh katta. Men otamdan Vay onasini sizga otam qator odamni so'kib yuribmanmi? Otam qator odamni so'kib yuribmanmi? Yaşavan çakır koydu. Tövbe qildim. Birbirden gül urgulay, birbirden gül. Balkon. Bilat. Otam qator odamni so'kyapmanmi? Tövbe qildim. Bu safar so'kib emaydi. Ya meni dada deydi u haromi. En bir yakta buluyoruz da dada pada aya desedile bu. Ya bilan meni dada deydi, tövbe qildim. Meni dadamdan ham 2 yosh 3 yosh katta ekan. Barabar taqvala odamga. Geldi. Bir yaka geldi. Vay bilan ko'z tegmasin. Topga qiziqmaymiz akalar. Kelsin, olsin, haloli bo'lsin, barakasini bersin. Bular o'ziga o'zi urayotgan chumolar, efirda odam o'tirmaydi ular. Odam o'tirmaydi, ular o'ziga o'zi padarka urib, shu top birda oldim deb xursand bo'lib, o'zini o'zi xursand qilib yuradi ular. Bizga qiziq emas. O'ziga o'zi padarka urib TikTokda bo'y qilsin. Qo'tag'im deysin. Onun işte vini varken al koyulsa ha. Teknik. Qiyin bizda vinda olish Sidiq, bizda vinda olish qiyin. Bizda akalar samuroylar bizda akalar ko'z tegmasin. Samuroy nima degan bilasanmi? Samuroy. Samuroylar qattiq insonlar bo'ladi. Samuroylar Yaponiyada bo'lgan, samuroy guruhi bo'lgan. Hammasi samuroy qilichvozlar bo'ladi ular. Killer bo'ladi, killer. Odamda borki, onasiga so'yib taylatgan samuroylar bo'ladi. Yomon pizdez bo'ladi. Hamma kinosini ko'rganman. Samuroyning chiqishi, uchar xanjarlar makoni, samuroy, so'nggi samuroy hamma kinosini ko'rganman. Samuroylarda hamma kinosini ko'rganman. Yakuza boshqa, samuroy boshqa narsa. Yakuza boshqa narsa. Samuraydı dağı, samuraydın atasındağı Jalaluddin Mangü verdiler, Amur Temir'le kötüne sikken uağında. Alar koynadan ha koy. O gapingda ham jon bor lekin ha. O gapingda ham jon bor lekin. O gapingda ham jon bor. Like. O'g'lar charchab qoldinglarmi? Like bosib turinglar, benimiz ketadi hozir. Qil uchida turibdi mana, qil uchida turibdi mana beni. 13 ta ven. Like bosinglar, like. En perçetki var mı? 5x var mı yok mu? Var mı? 5x qo'yinglar, 5x 30 sekundda tog'lar. Berib qo'ymaylik, 13 ta venimiz bor. Alam qiladi tog'a, alam qiladi. Shuncha ven yig'ib kelyapmiz. 5x tushunchasini oldik. Qo'yinglar 30 sekundda. Qo'yinglar 5x da. 5x qo'ydilar. Qani bizda 5x'lar? Mana qara. Tavba qildim. Oy beyler. Hürmeti var almadık deydi. Ha buldu. Qo'tag'im deyapsiz Sidiqjon. Davay, sog' bo'l Sidiq. Yo'ling qilamiz.